Xazina bank xizmatlari ko'p unchalik ishlamayapti. O'sha uchun qanaqa bir ma'lumot berishingizni so'rab kelgan edim. Nima sababdan ishlamayapti sistemalaringiz? Demak, biz shu yergacha sizga yuridik hujjatlarimizga, demak, eski ilovalar bo'yicha, moliyaviy bank ilovalari bo'yicha xizmat ko'rsatganmiz. Hozirda shu kunimizda xazina biznes bo'yicha yangi ilovalarimiz ishga tushgan. Shu yangi ilovalar ishga tushganiga ko'ra, shu eski hujjatlarimiz ba'zi eski ilova bo'yicha ishlashlari nima deydi? Nosozlik holatlari kuzatyapti. Shunday. Xazinaga yangi ilovamiz bor. Sizga biz yangi ilovamiz o'rnatib beramiz. Bu eski ilovalarimizga qaraganda demak funksiyalari keyinroq miqdorda ishlashga qulay va qo'shimcha sharoitlar yaratilgan. Bu ilovalar eski ilovalarga qaraganda to'g'ridan-to'g'ri barchalardan hechdan tashqari demak kreditlarning rasmiylashtirish sharoitlari yaratilgan. Boshqa sharoit, boshqa ilova, eski ilovaga qaraganda yangi ilova juda qulay va demak ishlatsa demak ishlash uchun sharoitlar mavjud. Bundan tashqari uning ichida demak o'sha kredit ehtiyoj bo'lgan hujjatlarimizga to'g'ridan-to'g'ri onlayn ravishda kredit olish sharoiti yaratilgan.